Salom hammaga, sizlar bilan Grant Franklin. Bugun sizlar bilan pravo olamiz. Buning uchun avtoshkolaga kelib olish kerak. U navigatordan birinchisini bossanglar, avtoshkolani navigatorga qo'yiladi. Kartadan esa, ya'ni kazinoning tagida mana bu qizil nuqtada turadi. Shunaqa qilib kelasizlar bu avtoshkolaga. Bino ichiga kirib olamiz. Va imtihondan o'tish degani bor, shu yerga kelamiz. U $250 turadi. Keyingisini bosamiz va imtihonni boshlaymiz. Sizlar uchun buni ekranga chiqarib qo'yaman. Birinchidan necha, ikkinchida necha shuni chiqarib qo'yaman sizlarga qiyin bo'lmasligi uchun. Like'larni bosib, obunani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin bolalar. Mana biz imtihonni yakunladik. Mana endi transportga o'tiramiz. Uni yoqish uchun mana bu kilometr soatni ustiga bitta bosamiz va mashinani yoqamiz. Shu bilan mashina yuradi. Mana ketdik. Mana bu qizil nuqtalarni izidan ketamiz endi. Bolalar, iloji boricha mana bu hech nimaga tegmanglar. Agar mabodo bir nimaga tegsanglar, imtihonni qaytadan topshirasizlar. Yana $250 ni sarflab yurmanglar. Mana bolalar, biz imtihonni yakunlayapmiz. Mana shu joyda bolalar ko'p odam adashadi. Buni oldiga qaratib qo'ymanglar. Buni orqachasiga qaratib qo'yish kerak. Shunda sizlar imtihondan muvaffaqiyatli o'tasizlar. Mana bizda imtihondan muvaffaqiyatli o'tdik va pravoni oldik. Mana litsenziyalarda yer usti transportga litsenziya bor. Endi keyingi videoda bolalar orujaga litsenziya qanday olishni o'rgataman. Agar videomiz 50 ta like yig'sa, shu bilan omad hammaga, videoni yakunlaymiz.